Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Xitoy bilan G'arb ellarining munosabati yomonlashib qolgan bu vaziyatda Angliyadagi cho'ng korxonalar Xitoy bilan bo'lgan munosabatni uzmoqchi bo'lgan. Angliya birlashma agentligining xabarida aytilishicha, Angliya sanoatchilar birlashmasi raisi Tony Denker Angliyadagi minglagan korxonachilarning navbatda Xitoyga bo'lgan o'chmanligining kuchayib ketganligini ko'z tutib, ta'minlash liniyasini boshqa davlatdan izlashni o'ylashayotganligini bildirgan. Orqadan Xitoydan keladigan ta'minlash zanjirini uzitib, uni qayta barpo qilish Angliyaning turmush chiqimini o'rlitish mumkin deb ogohlantirgan. U yana mundaq degan: Hazır siyasətçilər Xitaydan ayrılğan bir dünya tərtibi quruşqa tirişiyotidu. Əgər Xitayni chiqarıversak, Angliya Yevropa İttifaqıga o'xshash koni sherkiga muhtoj bo'ladi. Bo'lmasa ta'minlash qimmatga to'xtab ketadi. Angliya dunyo miqyosida yangi strategiyalik ittifoqining qurilishiga muhtoj. Amerika Xitoydan qutulish uchun korxonalarning bardoshlik berish va moslashish kuchini muzokara qilyotidi. Tony Denkerning qarashicha, Angliyada saylamga tushgan har ikki partiya nomzodi Angliya savdo strategiyasi tuzishning zarurligini bildigan siyosatchilar ekan. Dunyoning havo klimatini qo'g'dash va yeshil mahsulot ishlab chiqarish jihatdan bo'lsin, Xitoyning zavodlaridan voz kechish Angliyaning iqtisodiy manfaati va dunyo muhitining yaxshilanishi uchun foydali ekan. 19-iyul kuni Angliya hukumati rasmiy bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistondagi majburiy emgak qilmishiga har qanday shaklda bog'lanib qolgan har qanday shirkatning mahsulotini Angliya tavasiga import qilinishidan to'sib qo'yilganligini jakarlagan edi. Xitoy Sharq Turkistondagi yadro qurollarini davomli kengaytayotgan bo'lib, sun'iy amrodan tortilgan yangi suratlarda buning isbotlari o'ttirg'i chiqqan. Yaponiya xabarlari to'g'rida chiqqan bu xabarda aytilishicha, mutaxassislar sun'iy amrodan tortilgan suratlarni analiz qilish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yadro qurollarini sinab qilish iqtidorini davomli kuchaytayotganligini jazmlashtirgan. Sharq Turkistonning qurib ketgan Lopnor ko'li bo'shligidan tortilgan bir suratda yangi binoning izlari bayqalgan bo'lib, tahlilchilar buni Xitoy ozodlik armiyasi kontrol qilgan maxfiy yadro sinab qilish bazasi deb qaragan. Amerika yer bo'shliqini analiz qilish shirkatidagi bir mutaxassis mundaq degan: Xitoy xohlagan chaqda yadro sinoqlar qilishi mumkin. Chunki tok yo'llari bilan qatnash yo'llari sistemasi Lopnor ko'lining g'arbidagi yadro sinoq aslalari bilan sharqidagi yangi sinoq rayonini tutashtirib bo'lgan. Xitoy ilgari Lopnor rayonida ilgari keyin bo'lib necha 10 qitimlab yadro sinoq elib borgan bo'lib, oxirgi qitimligi 1996-yili elib berilgan ekan. Sharq Turkistonda garchi yadro elektr stansiyasi bo'lmasa-mu, Bingtuan 2022-yilni radioaktivlik kuzatishni kuchaytirishning boshlanish yili qildiganligini e'lon qilgan hamda lozimliq aslarlarni ko'plab setib olishga boshlagan. Sun'iy amrodagi kuzatishlarda ko'rilgandek, Xitoy 2020-yildan boshlab Lopnorda jiddiy qurilish qilgan. 2022-yilning oldingi yarmida 6-tonnelni qazib, tok yo'llarini tutashtirgan va bomba qo'ydigan iskilotni yasab bo'lgan. Buning atrofida Xitoyning yadro bombasi qo'yib berilgan yer osti aslalari bayqalgan. Xabarda tahlil qilinishicha, Xitoy raisi Shi Jinping 2027-yili 3-qarorliq vazifasini tamomlashdan ilgari Tayvanga hujum qilib qolsa, kichik tipdagi yadro qurollari orqali Amerikaning Tayvanga mudohala qilishiga taqobil turmoqchi ekan. Yaponiyaning Ibaraki rayonida 24-iyul boshlanib 30-iyulgacha davom qilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid fotosurat ko'rgazmasi tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishdi. Mazkur ko'rgazma Xitoy va Shimoliy Koreyadagi kishilik huquq dafsanchiligini ayblash tashkilotining qo'llab-quvvatlashi bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyati tomonidan o'rinlashtirilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining bildirishicha, faoliyatchilar bu turdagi ko'rgazma va ommaviy faoliyatlarni Yaponiyaning yezi bozor va har qaysi shaharlarga kengaytib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Yapon xalqiga tafsiliy anglitishni maqsad qilgan ekan. Xitoy va Shimoliy Koreyaning kishilik huquq dafsanchiligini ayblash tashkilotining boshlig'i Kanazawa xonim bu vaqtda Erkin Osiyo radiosi qilgan so'zida mundaq dedi: Xitoy Sharq Turkiston xalqini qirg'in qilyotdi. Majburiy tutib turish, majburiy emgak, ming yuyish, ishga a'zo atkazchiligi, bolalarni ota-onasidan ayirib etish, qiynash, yo'qotish, tashkillik bosqinchilik, ularni diniy e'tiqod, til, madaniyat va an'anadan mahrum qilish qatorliq usullar orqali Uyg'ur xalqini yo'qotishga urinyotdi. Nurg'unlagan yaponlar Xitoyning irqiy qirg'inchiligi to'g'risidagi bu haqiqatni hech bilmaydi. Agar yaponlar irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi bu haqiqatni bilsa, cho'qim buningga qarshi harakat qiladi. Kanazawa xonim yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi faoliyatlarning nishoni to'g'risida to'xtalib mundaq dedi: Oxirgi nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligidir. Dunyoning tinchlik uchun mahkum millatlarning mustaqilligi intayin muhim. Biz Xitoyning zo'ravonligiga bosh egmaydigan yangi dunyo tartibi va yangicha Yaponiyani barpo qilishimiz kerak. Tashkilotimiz va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hamkorligida ilib berilayotgan bu fotosurat ko'rgazmasi yaponlarning uyg'onishiga zo'r ta'sir ko'rsatadi deb qarayman. Mazkur ko'rgazma faoliyatida Uyg'urlarning madaniyati va tarixini tanishtirishdan boshqa yana majburiy emgak, majburiy bola tushirish, Xitoy ko'chmanlari, yadro qurol sinoqlari, yig'ilish lageri qatorliq Uyg'urlar duch kelayotgan sistemlik irqiy qirg'inchilik masalalari tanishtirilgan.
Xitayning armiya bayrami bo'lgan 1-avgust kuni Almatydagi Xitoy konsulxonasi oldida to'plangan lager tutqunlari yaqinlari Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi turma va jazo lagerlarida begunoh tutib turilayotgan urug' tuqqanlarni qo'yib berishni va ularning Qozog'istonga qaytib kelishiga yo'l qo'yishini talab qildi. Tarap ketib bара жатыр. Бұл кісілер мінекей полиция менен әкімдікті ескертуден кейін акцияларын аяқтастырып кетті. Bu ularning Almatydagi Xitoy konsulxonasi oldida ilib berib atgan namoyishining 541 kuni bo'lib hisoblanadi. Қазақстан азаматымын. Бүгін міне Қытай консулханасынан шыққалы 541 күн болды. Менің айтатыным, Қытайға ешқашан сенбеңіздер. Сыртқы істер министрлігі Қытай адам емес. Адам еместерге сенбегеннің басқан кезінде мен ойлаймын, кім сенсе Қытайға, кімде кім сенсе оның миында бар деп ойлаймын. Қытайға сенудің ешқандай қажет жоқ. Қытай адам емес. Осыны ғана айтайын. Ол қазақтың өлген Namoyishchilar Sharq Turkistonga urug' tuqqanlar qo'yib berilmagicha namoyishni to'xtatmaydiganligini ifoda qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2-qitimliq isbot anglash yig'inida bevosita guvohlik bergan qozoq lager shohidimiz Baktali Nur apandimmo namoyishchilar qo'shinda edi. келіп отырмын. Мен неге десе, мен сол жерде Қытайдың түрмесінде де, лагерінде де қинауларды көрдім, өлтірген адамдарды да көрдім, сол жерде өз көзіммен басқыншылық қылғанын да көрдім. Қытайдың жауыздығын бәрін көріп келгем. Сол үшін мен осы аналарға қолдау көрсетіп келіп отырмын. Namoyishchilarning bildirishicha, hozir qadar Xitoy konsuli namoyishchilarning talabiga hech qanday javob bermagan. Xitoyning bu xil o'ktamlikka qattiq g'azablangan namoyishchilar o'zlarining noroziliklarini ifoda qilishdi. Har bir otbasına eskертерім. Отбасымды Қытай істамайды, мен тыныш етім деп ойлама. Бүгін Рахиманың басына келген күн осы жерде тұрған Қытайдан келген әрбір қазақтың басына келеді. Кезінде Қытай басшылары айтқан, арқандай өкіметке істеген өкімет кәдірі, полиция болғаның бәрің түрмеде жатасың, көзіңді ашып қара. Соның үшін Қытайдан келген қазақтар, отырмаңыздар, отыруға болмайды. Әрбір қазақ үшін есеп алуымыз керек Қытайдан. Қазақстан территориясына барымталанып 20 жылға сотталды. Қазіргі таңда түрмеде отыр. Сатып алды. Рахмен Оралжан, Рахмен Ахметжан, Қытай өкіметі 2018 жылы 2 айының 18-і 4 ай оқисын Қытай жүйренесіне балып кеткен. 2 күннің бірінде алып отыр. Қазір біреусі өт қалса да мен хабарын білмей отырмын. Менің мынағам жазықсыз. Қытай өкіметі өз арнайы курсында оқытып, имамдыққа тағайындап, мешітке имам жасап, енді менің ағамды. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.